Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham dolzarb va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir masala haqida ochiqchasiga gaplashmoqchiman. Keksalikka erishganimizda sog'ligimiz biz uchun eng qimmatbaho boylikka aylanadi. Uzoq umr ko'rish, farzandlarimiz, nabiralarimiz davrasida sog'lom hayot kechirish har birimizning orzuyimiz. Ammo yaqinda sizning e'tiboringizni tortayotgan, butun jamiyatimizni tashvishga solayotgan bir savol paydo bo'ldi. 6 yoshdan keyin bizni davolamay qo'yishadimi? Ommaviy shikoyatlar, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan turli mish-mishlar, tibbiyot muassasalarida duch kelinayotgan ba'zi qiyinchiliklar va hatto maxfiy buyruqlar haqidagi gap so'zlar odamlar orasida, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimizda vahima va xavotir uyg'otmoqda. Ko'pchilikning fikricha, avvalgidek tibbiy xizmat olish imkoniyatlari cheklanmoqda. Davolanish jarayonlari murakkablashmoqda. Ayrim hollarda esa hattorat etilmoqda. Bugun men siz bilan aynan shu muammo haqida hech qanday qoplamasiz. Faqat faktlar va mavjud me'yoriy hujjatlar asosida gaplashmoqchiman. Men sizga hozirgi vaziyatni tushuntirib beraman. Kim nimalardan xavotir olish kerakligini va kim xavotir olmasligi lozimligini aytib o'taman. Eng muhimi, sizning va yaqinlaringizning sog'ligini himoya qilish uchun qanday aniq qadamlar qo'yishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har birimiz uchun, ayniqsa keksa yoshdagilar va ularning yaqinlari uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video sizga haqiqatni ochib beradi va qanday harakat qilish kerakligini ko'rsatadi. Keling, birgalikda bu murakkab vaziyatni tushunib olaylik. Keling, avvalo yaqin o'tmishga nazar tashlaylik. Avvallari keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun tibbiy xizmat tizimi qanday ishlardi? Sobiq tizimda barchamizga ma'lumki, tibbiy muassasalarga murojaat qilish nisbatan sodda edi. Poliklinikalar va mahalliy shifoxonalar aholiga, jumladan keksa yoshdagi shaxslarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatishda asosiy bo'g'in hisoblanardi. Qishloq vrachlik punktlari ko'pi va qishloq oilaviy poliklinikalari ko'p ham o'z joyida yaxshi faoliyat yuritardi. Keksa odamlar shifokorga murojaat qilsa, ko'pincha darhol ko'rikdan o'tkazilib, agar zarurat tug'ilsa, tegishli mutaxassislarga yo'naltirilar edi. Shifoxonaga yotish, operatsiya qilish yoki murakkab davolash usullarini qo'llash uchun ham ba'zi byurokratik to'siqlar mavjud bo'lsa-da, bugungidek qiyin emas edi. Odamlar o'z huquqlarini yaxshi bilmasalarda, tizimning o'zi nisbatan tushunarli va an'anaviy yondashuvga asoslangan edi. Shifokorlar bilan bevosita muloqot qilish, ularning tavsiyalariga amal qilish odatiy hol edi. Xo'sh, hozir nima o'zgardi? Nega bugun 10 yoshdan keyin davolash rad etilmoqda yoki maxfiy buyruqlar bor degan mish-mishlar paydo bo'lmoqda? Gap shundaki, so'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar birinchi navbatda samaradorlikni oshirish, xizmat sifatini yaxshilash va mavjud resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan. Ammo har qanday katta o'zgarish kabi bu jarayon ham o'ziga xos qiyinchiliklar va noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda. Asosiy o'zgarishlardan biri tibbiy xizmat ko'rsatishga bo'lgan yondashuvning transformatsiyasi. Endi asosiy e'tibor birlamchi tibbiy sanitariya yordamiga, ya'ni oilaviy shifokorlar va poliklinikalar darajasiga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, har qanday kasallik yoki shikoyat bilan birinchi navbatda oilaviy shifokorga murojaat qilish lozim. Oilaviy shifokorlar endi nafaqat davolash bilan, balki kasalliklarning oldini olish, aholi salomatligini muntazam nazorat qilish va ehtiyojga qarab tor doiradagi mutaxassislarga yo'naltirish bilan ham shug'ullanish kerak. Ikkinchidan, tibbiy muassasalarni moliyalashtirish tizimida ham o'zgarishlar mavjud. Ba'zi xizmatlar uchun tibbiy sug'urta mexanizmlari joriy etilmoqda, ayrim holatlarda esa to'lovli xizmatlar doirasi kengaygan. Bu esa avvallari bepul deb hisoblangan ayrim xizmatlarning endi pullik bo'lishiga olib kelmoqda yoki ularni olish uchun ko'proq byurokratik to'siqlardan o'tish kerak. Ayniqsa qimmatbaho diagnostika, murakkab operatsiyalar va uzoq muddatli davolanish jarayonlarida bu o'zgarishlar yaqqol sezilmoqda. Uchinchidan, maxfiy buyruq degan tushuncha aslida shunday bir buyruqning mavjudligini anglatmaydi. Ko'pincha bu yuqoridan kelgan og'zaki ko'rsatmalar, shifoxonalarning budjet cheklovlari yoki yangi optimallashtirish dasturlari natijasida kelib chiqqan amaliyotlardir. Masalan, resurslar cheklangan sharoitda, ayniqsa yuqori texnologik va qimmatbaho davolash usullarini qo'llashda bemorlarni tanlash mezonlari qat'iylashishi mumkin. Bu esa ayrim keksa yoshdagi bemorlarning davolanishiga murojaat qilganda
rad etilishi yoki davolanish jarayonining cho'zilishiga olib keladi. Afsuski, bu o'zgarishlar har doim ham aholiga shaffof tarzda tushuntirilmaydi. Natijada odamlar orasida asossiz xavotirlar va mish-mishlar tarqalishiga sabab bo'ladi. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni batafsil tahlilga o'tsak. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi lozim? Bu savollarga aniq javob berishga harakat qilaman. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasining qonunlariga ko'ra barcha fuqarolar yoshidan qat'iy nazar tibbiy yordam olish huquqiga ega. Konstitutsiya va fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonun bu huquqni kafolatlaydi. Shunday ekan, hech kim yoshi ulug'ligi sababli davolanishdan butunlay chetlashtirilishi mumkin emas. Bu qat'iy va o'zgarmas qoida. Ammo davolanishni olish tartibi va shartlari o'zgarganligi haqiqat. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchi guruhga surunkali kasalliklarga chalingan, muntazam tibbiy nazorat va davolanishga muhtoj keksa yoshdagi fuqarolar kiradi. Agar sizda qandli diabet, gipertoniya, yurak ishemik kasalligi, bo'g'im kasalliklari kabi surunkali xastaliklar bo'lsa, sizning holatingiz ayniqsa ehtiyotkorlikni talab qiladi. Nega? Chunki ushbu kasalliklar muntazam kuzatuv, dori-darmonlar qabul qilish va vaqti bilan statsionar davolanishni talab qilishi mumkin. Yangi tizimda bunday bemorlar uchun davolanishni olish jarayoni murakkablashishi mumkin. Masalan, ilgari shifoxonaga yotish uchun bir necha kun ichida yo'llanma olish mumkin bo'lgan bo'lsa, endi bu jarayon bir necha haftani, ba'zan esa oylarni talab qilishi mumkin. Bu asosan tibbiy komissiyalar qaroriga bog'liq bo'lishi va navbatga turish zaruriyati tufayli yuzaga keladi. Ikkinchi guruh o'z huquqlarini bilmaydigan, tibbiy tizimdagi o'zgarishlardan bexabar yoki ijtimoiy jihatdan himoyalanmagan keksa yoshdagi fuqarolar. Afsuski, ko'pchilik keksa odamlar zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olmaydi. Qonun hujjatlarini o'rganishga qiynaladi. Bunday holatda ularning yaqinlari, farzandlari yoki nabiralari ularga yordam berishi juda muhim. Agar keksa kishi o'zi uchun kurasha olmasa, unga qonuniy yordam ko'rsatuvchi shaxs kerak bo'ladi. Uchinchi guruh eng qimmatbaho va yugori texnologik davolash usullariga muhtoj bo'lganlar. Masalan, yurak-qon tomir tizimida murakkab operatsiyalar, asab tizim kasalliklari bilan bog'liq jarrohlik aralashuvlar, onkologik davolanish, ko'z nurini tiklash bilan bog'liq murakkab operatsiyalar. Bunday davolashlar juda qimmat turadi va davlat budjeti uchun katta yuk hisoblanadi. Shuning uchun ularni olishda, ayniqsa keksa yoshda qo'shimcha mezonlar, komissiya xulosalari va uzoq navbatlar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan shifokorlar bemorning yoshini hisobga olib, davolashning muvaffaqiyat ehtimoli va umr davomiyligi o'rtasidagi nisbatni bog'lashadi. Bu esa o'z navbatida bemorlarning noroziligiga sabab bo'ladi. Keling, konkret misollar ko'ramiz. Misol bir 65 yoshli opamiz Dilbar opada uzoq yillardan buyon yurak ishemik kasalligi bor. Avvallari yiliga 1-2 marta shifoxonada davolanar, maxsus dorilar olardi. Oxirgi marta kasalligi og'irlashganda poliklinikadan shifoxonaga yo'llanma olish uchun oilaviy shifokoriga murojaat qildi. Shifokor unga avval tor doiradagi mutaxassisga, ya'ni kardiologga murojaat qilishni, so'ngra qator tahlillar va tekshiruvlardan o'tishni buyurdi. Bu tekshiruvlarning ba'zilari uchun navbat kutishga to'g'ri keldi. 2 hafta o'tgach, barcha hujjatlar bilan kardiolog qabuliga borganda, u Dilbar opani tibbiy komissiyaga taqdim etishni tavsiya qildi. Komissiya esa yig'ilishini kutish yana bir hafta vaqt oldi. Natijada shifoxonaga yotish uchun yo'llanma olish jarayoni 3 haftadan oshib ketdi. Bu vaqt ichida Dilbar opaning ahvoli yomonlashdi. Avvalgi tizimda bu jarayon ko'pi bilan bir hafta ichida hal bo'lardi. Endi esa yangi qoidalar tufayli hatto surunkali kasalliklar bilan ham shifoxonaga yotish ancha qiyinlashdi. Ko'proq byurokratik jarayonlarni talab qilmoqda. Bu esa aksariyat keksa odamlarni davolashdan voz kechish deb tushunishga majbur qiladi. Misol 2. 70 yoshli akamiz Anvar aka to'satdan qo'rin og'rigidan shikoyat qilib, tez tibbiy yordam chaqirdi. Unga o'tkir appendisit tashxisi qo'yildi va darhol shoshilinch operatsiya qilish kerakligi aytildi. Bu holatda Anvar akadan hech qanday navbat kutish, komissiya xulosasi talab qilinmadi. Chunki bu shoshilinch tibbiy yordam hisoblanadi va fuqaroning hayoti xavf ostida bo'lgan har qanday holatda yoshidan qat'iy nazar darhol yordam ko'rsatiladi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, shoshilinch tibbiy yordam, ya'ni hayotga xavf tug'diradigan vaziyatlarda davolanish kafolatlangan va hech qanday cheklovlar yo'q. Bu borada hech kim xavotirlanmasligi kerak. Misol
62 yoshli Munira opa muntazam ravishda qon bosimini tekshirtirish va dorilarni yangilab olish uchun poliklinikaga murojaat qiladi. U har oyda oilaviy shifokori qabuliga boradi. Retseptini oladi va kerakli tekshiruvlardan o'tadi. Uning uchun hech qanday qiyinchilik yo'q. Demak, muntazam profilaktik ko'riklar va oddiy dori-darmonlarni olishda tizim nisbatan yaxshi ishlaydi. Faqatgina navbatda turish, shifokor qabuli uchun bir oz kutish kabi noqulayliklar bo'lishi mumkin. Bu holatda ham xavotirga o'rin yo'q. Misol 75 yoshli bobomiz Mahmud boboning ko'rish qobiliyati yomonlashgan va katarakta operatsiyasiga muhtoj. Avvallari bunday operatsiyalar uchun navbatlar uzun bo'lsa-da, imkoniyat bor edi. Endi esa unga davlat shifoxonasida operatsiya qilish uchun uzoq navbat kutish, ko'plab tekshiruvlardan o'tish, ba'zi tahlillarni pullik asosda o'tkazish tavsiya qilindi. Eng giyini yoshini hisob olib, unga operatsiyaning muvaffaqiyat ehtimoli va potensial asoratlari haqida uzoq tushuntirish berildi. Garchi operatsiya hayotini saqlab qolmasa-da, uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Mahmud boboning oilasi pullik klinikalarda bu operatsiyani tezroq o'tkazish imkoniyatini izlashga majbur bo'ldi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, hayotiy muhim bo'lmagan, lekin hayot sifatini yaxshilovchi operatsiyalar uchun davlat muassasalarida sharoitlar murakkablashmoqda. Kim xavotirlanmasligi lozim? Birinchi navbatda o'z sog'ligiga mas'uliyat bilan qaraydigan, muntazam ravishda profilaktik ko'riklardan o'tadigan, oilaviy shifokori bilan aloqani yo'qotmaydigan, keksa yoshdagi fuqarolar xavotir olmasligi kerak. Agar siz kasallikni boshlang'ich bosqichida aniqlashga harakat qilsangiz va uning oldini olish choralarini ko'rsangiz, ko'pchilik muammolarni kamaytirish mumkin. Ikkinchidan, o'ziga yordam berishga qodir, faol turmush tarzini olib boradigan va ruhiy jihatdan tetik keksa odamlar uchun ham vaziyat nisbatan osonroq. Ularning ijtimoiy faolligi, sport bilan shug'ullanishi yoki boshqa faoliyat turlari umumiy salomatligini mustahkamlaydi va tibbiy muassasalarga kamroq murojaat qilishiga sabab bo'ladi. Uchinchidan, moddiy jihatdan imkoniyati bor. Ya'ni pullik tibbiy xizmatlardan foydalanishga qodir fuqarolar uchun ham bu muammo unchalik keskin emas. Ular xususiy klinikalarda navbat kutmasdan tez va sifatli xizmat olish imkoniyatiga ega. Albatta, bu hamma uchun ham emas. Ammo bu jihatni ham inobatga olish kerak. Keling, endi qoidalardagi istisnolar, to'siqlar va nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Chunki aynan shu yerda ko'pchilik tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Birinchidan, shoshilinch va kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy yordam. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar inson hayotiga bevosita xavf tug'ilsa, masalan, insult, infarkt, jarohatlanish, o'tkir, jarrohlik kasalliklari, yoshidan, jinsidan, fuqaroligidan qat'iy nazar unga darhol va to'liq tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bu qoidaga hech qanday maxfiy buyruq ta'sir qilmaydi. Barcha davlat tibbiyot muassasalari, shu jumladan tez tibbiy yordam xizmati ham bu holatda bepul xizmat ko'rsatishga majburdir. Bu yerda yagona muammo tez tibbiy yordamning yetib kelish tezligi yoki resurslarning yetarli emasligi bo'lishi mumkin. Ammo davolashdan voz kechish mutlaqo mumkin emas. Ikkinchidan, sog'liqni saqlashdagi hududiy tafovutlar. Katta shaharlarda, masalan, Toshkent, Samarqand, Farg'ona kabi shaharlarda tibbiy muassasalar soni ko'proq. Zamonaviy texnologiyalar va malakali mutaxassislar mavjudligi yuqori. Qishloq joylarida, olis tumanlarda esa afsuski bunday imkoniyatlar cheklangan bo'lishi mumkin. Mutaxassislar yetishmovchiligi, diagnostika uskunalarining eskirganligi yoki umuman yo'qligi, shifoxonalarning uzoqligi keksa yoshdagi fuqarolar uchun tibbiy xizmat olishni qiyinlashtiradi. Bu tizimning optimallashtirilishi natijasida ba'zi kichik shifoxonalar yopilgan yoki birlamchi bo'g'inga aylantirilganligi sababli ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun qishloq joylarda yashovchi keksa yoshdagi fuqarolar yoki ularning yaqinlari bu vaziyatga alohida e'tibor berishlari kerak. Ularga zarur bo'lgan mutaxassis ko'rigidan o'tish yoki yuqori texnologik davolanishni olish uchun viloyat markaziga yoki poytaxtga borishga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va vaqt talab qiladi. Uchinchidan, xususiy va davlat tibbiyoti o'rtasidagi farq. Davlat tibbiyot muassasalarida moliyalashtirish, kadrlar va uskunalar bo'yicha cheklovlar mavjud. Shu sababli ayrim hollarda yuqorida aytganimizdek, davolanishni olish jarayoni murakkablashishi, navbatlar uzayishi mumkin. Xususiy klinikalarda esa bunday cheklovlar kamroq, xizmat ko'rsatish tezroq va qulayroq bo'lishi mumkin. Ammo bu xizmatlar pullik. Ko'pchilik uchun, ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolarimiz uchun xususiy
klinikalardagi narxlar juda baland. Bu esa keksa odamlarni tanlovsiz qoldirmoqda. Yo davlat tizimidagi murakkab bürokratiyadan o'tish, yo qimmat pul to'lab xususiy klinikaga borish. 4-dan bürokratiya va ma'lumotlarning shaffof emasligi. Eng katta to'siq aynan shu yerda. Ko'pgina keksa yoshdagi fuqarolar maxfiy buyruqlar haqida gapirganda, aslida ko'plab ruxsatnomalar, komissiya xulosalari bir shifokordan ikkinchisiga yo'naltirish, qog'ozbozlik va to'liq ma'lumotning yo'qligi bilan bog'liq qiyinchiliklarni nazarda tutishadi. Shifokorlar har doim ham tizimdagi o'zgarishlarni tushuntirishga vaqt topa olmaydilar. Chunki ularning o'z ish yuklamalari ham yuqori. Natijada bemorlar o'z huquqlari va imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmay qoladi. Bu esa ularning umidsizlanishiga va tizimga nisbatan ishonchsizlikka olib keladi. 5-dan oilaning roli. Afsuski, bugungi kunda ko'pchilik keksa odamlar yolg'iz yashaydi yoki farzandlari uzoqda bo'ladi. Ular mustaqil ravishda tibbiyot tizimida harakatlana olmaydi. Oilaviy a'zolarning, ya'ni farzandlar, nabiralarning faol ishtiroki keksa odamlarning tibbiy xizmat olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular hujjatlarni tayyorlashda, shifokorlar bilan muloqot qilishda, navbatda turishda yordam berishlari mumkin. Agar oilada bunday yordamchi bo'lmasa, keksa odamlar ko'pincha murakkab jarayonlarning qurboniga aylanadi. 6-dan ayrim kasalliklarga ustuvorlik berilishi. Sog'liqni saqlash tizimida har doim ham ayrim kasalliklarga ustuvorlik beriladi. Masalan, onkologik kasalliklar, silk kasalligi, OITS kabi kasalliklar bo'yicha davlat tomonidan maxsus dasturlar mavjud bo'lib, ular doirasida davolanish nisbatan osonroq va to'liqroq moliyalashtiriladi. Boshqa kasalliklar, ayniqsa yoshga bog'liq degenerativ kasalliklar yoki estetik operatsiyalar kabi holatlar uchun esa bunday ustuvorlik yo'q. Bu ham keksa yoshdagi bemorlarning davolanish imkoniyatlariga ta'sir qiladi. 7-dan noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi. Maxfiy buyruq degan gaplar asosan shaffoflikning yetishmasligi va rasmiy ma'lumotlarning aholiga to'liq yetkazilmasligi tufayli paydo bo'ladi. Odamlar o'zlarining shaxsiy tajribalari yoki mish-mishlar asosida xulosa chiqarishadi. Bu esa vaziyatni yanada murakkablashtiradi va vahm uyg'otadi. Shu sababli har bir fuqaro rasmiy manbalardan ma'lumot olishga harakat qilishi va asossiz gap so'zlarga ishonmasligi lozim. Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Sizning va yaqinlaringizning sog'lig'ini himoya qilish uchun aniq qadamlar qanday bo'lishi kerak? Birinchi qadam. O'z huquqlaringizni biling va o'rganing. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonun va boshqa me'yoriy hujjatlarda fuqarolarning tibbiy yordam olish huquqlari belgilab qo'yilgan. Siz davlat tibbiyot muassasalarida bepul tibbiy yordam olishga haqlisiz. Bu huquq sizning yoshingizga qarab cheklanmaydi. Bu hujjatlarni to'liq o'rganishga qiynalsangiz, oilangizdan yordam so'rang yoki ishonchli yuridik maslahat markazlariga murojaat qiling. Asosiy e'tibor qaratiladigan jihat, sizga davolash rad etilgan taqdirda buning qonuniy asosini talab qilishga haqlisiz. Shifokor yoki muassasa sizga davolanishni rad etish sababini yozma ravishda rasmiy hujjatda ko'rsatib berishi shart. Og'zakira javobiga ishonmang. 2-qadam. Faol bo'ling va profilaktik ko'riklarni kanda qilmang. Kasal bo'lmasdan oldin uning oldini olish eng yaxshi yechimdir. Har yili muntazam ravishda oilaviy shifokoringiz nazoratidan o'ting. Kerakli tahlillar va tekshiruvlardan o'ting. Kasallikni boshlang'ich bosqichda aniqlash va davolash uni keyinchalik og'irlashidan saqlaydi va sizni murakkab, qimmatbaho davolanishlardan xalos qiladi. Agar sizda surunkali kasalliklar bo'lsa, oilaviy shifokoringiz bilan doimiy aloqada bo'ling. Uning barcha tavsiyalariga amal qiling. Dorilarni o'z vaqtida qabul qiling. Profilaktik tadbirlar uchun yo'llanmalar olishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, ushbu videoning keyingi bo'limlaridagi shikoyat qilish mexanizmlaridan foydalaning. 3-qadam. Barcha tibbiy hujjatlaringizni tartibli saqlang. Bu juda muhim. Shifokor ko'rigidan o'tganingizda tahlil natijalarini, diagnostika xulosalarini, shifoxonadan chiqqaningizda beriladigan epikrizlarni, davolash natijalari haqidagi ma'lumotlar, retseptlarni va boshqa har qanday tibbiy hujjatni to'plab alohida papkada saqlang. Ushbu hujjatlar sizning tibbiy tarixingizni aks ettiradi va kelajakda davolanish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Agar biror muammo yuzaga kelsa, bu hujjatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda kuchli dalil bo'lishi mumkin. Hujjatlarning asl nusxalari sizda turishi shart. Shifoxona o'zida nusxasini qoldirishi kerak.
To'rtinchi qadam, shifokorlar va ma'muriyat bilan ochiq muloqot qiling. Agar sizga biror narsa tushunarli bo'lmasa, savol berishdan tortinmang. Davolash rejasi, dori-darmonlar, keyingi qadamlar haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qiling. Agar sizga shifoxonaga yotish yoki murakkab davolanish rad etilsa, rad etish sababini aniq so'rang va uni yozma ravishda berishni talab qiling. Yoshingiz katta yoki bundan keyin davolamaymiz kabi og'zaki javoblar qonuniy asosga ega emas. Agar tibbiy muassasa ma'muriyati yoki shifokorlar sizga yordam bermasa, yuqoridagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkinligini bildiring. 5-qadam, rasmiy shikoyat qilish mexanizmlaridan foydalaning. Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatish rad etilsa yoki uning sifati qoniqarsiz bo'lsa, sizning shikoyat qilish huquqingiz bor. Birinchi navbatda tibbiy muassasaning bosh shifokorga yoki uning o'rinbosariga yozma ariza bilan murojaat qiling. Vaziyatni aniq bayon eting va o'zingizning talablaringizni ko'rsating. Shikoyat arizangizga barcha tegishli tibbiy hujjatlaringizning nusxalarini ilova qiling. Ariza 2 nusxada bo'lishi kerak. Birini muassasa qabul qilib, ikkinchisiga kirish raqami va sanasini qo'yib sizga qaytarib berishi shart. 2. Agar bosh shifokor murojaatingizga e'tibor bermasa yoki sizni qoniqtirmaydigan javob bersa, navbatdagi instansiya Sog'liqni saqlash vazirligidir. Vazirlikning ishonch telefoni mavjud. Odatda bu 123 yoki boshqa raqam bo'lishi mumkin. Uni rasmiy veb-saytdan tekshiring. Shuningdek, vazirlikning rasmiy veb-sayti orqali elektron murojaat ham yuborishingiz mumkin. Hududiy sog'liqni saqlash boshqarmalari ham shunga o'xshash vaziyatlarni ko'rib chiqadi. O'z viloyatingiz yoki shahrining sog'liqni saqlash boshqarmasiga ham murojaat qilishingiz mumkin. 4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi pmboq.gov. Uz va xalq qabulxonalari ham fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqadi. Bu eng samarali mexanizmlardan biri hisoblanadi. 5. Aholining huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi nodavlat notijorat tashkilotlari va inson huquqlari bo'yicha vakillar, ombudsman ham mavjud. Ular sizga huquqiy yordam ko'rsatishi mumkin. 6. Ommaviy axborot vositalari. Ijtimoiy tarmoqlar vaziyatni jamoatchilik e'tiboriga havola qilish ham ba'zan muammoni hal qilishga yordam beradi. Ammo bu oxirgi chora bo'lishi kerak. 6-qadam, oilaning yordamidan foydalaning. Agar siz keksa yoshda bo'lsangiz va bu byurokratik jarayonlarni yolg'iz o'zingiz hal qilishga qiynalsangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringizdan yordam so'rang. Ular sizga hujjatlarni tayyorlashda, telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshirishda, shifoxonalarga borishda va ma'lumot olishda yordam bera oladilar. Ularning ishtiroki jarayonni ancha osonlashtiradi. 7-qadamga. Iloji bo'lsa, ikkinchi fikrni oling. Agar shifokorning tashxisi yoki davolash rejasidan shubhalansangiz, boshqa mutaxassisdan ikkinchi fikrni olishdan tortinmang. Sizning huquqingiz. Ayniqsa jiddiy kasalliklar va murakkab operatsiyalar haqida gap ketganda bir necha mutaxassisning fikrini bilish zarur. 8-qadam, sog'lom turmush tarzi tamoyillariga amal qiling. Bu nafaqat tibbiy muassasalarga kamroq murojaat qilishga yordam beradi, balki umumiy hayot sifatini ham yaxshilaydi. Muntazam jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish. Ruhiy tetiklikni saqlash keksa yoshda ham sog'lom bo'lishning kalitidir. Aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Ko'rib turganingizdek, 60 yoshdan keyin davolamay qo'yishadimi? degan savolga ha yoki yo'q deb bir so'zli javob berish qiyin. Qonundan hech kimni yoshi sababli davolashdan chetlashtirishga haqqi yo'q. Bu bizning kafolatlangan huquqimizdir. Ammo sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar, moliyalashtirishdagi cheklovlar, byurokratik jarayonlar va ma'lumotlarning yetishmasligi tufayli tibbiy xizmat olish jarayoni murakkablashganligi ham haqiqat. Bu holat ba'zan, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz tomonidan davolash rad etilmoqda deya tushunilmoqda. Maxfiy buyruq esa ko'proq shaffoflikning yo'qligi va ma'lumotning yetarli darajada yetkazilmasligi natijasida yuzaga kelgan tushunmovchilik va mishmishdir. Eng muhimi, o'zingizning huquqlaringizni bilish, faol bo'lish, o'z sog'lig'ingizga e'tibor berish va zarurat tug'ilganda qonuniy choralar ko'rishdan qo'rqmaslik. Siz yolg'iz emassiz. Sizning davolanishga bo'lgan huquqingiz hech kim tomonidan cheklanishi mumkin emas. Umid qilamanki, bu video sizga hozirgi vaziyatni tushunishga va qanday harakat qilish kerakligini aniqlashga yordam berdi. Sizning har biringizning tajribangiz juda muhim. Shuning uchun iltimos, ushbu video ostida o'zingizning fikrlaringizni
tajribalaringizni yozib qoldiring. Siz duch kelgan qiyinchiliklar, siz topgan yechimlar boshqa tomoshabinlar uchun katta yordam bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimga obuna bo'ling. Toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormang. O'zingizni asrang va sog'lom bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.